Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun 24-iyun 2025-yil. Bugungi kundagi uzumlarim holati bilan sizlarni tanishtiraman. Qani boshladik. Gigant uzumlarimiz. Endi rang kirishi boshlayapti bularga. O'tgan yili 1 yillik ko'chat ekilgan. 1 yillik tomirlatilgan ko'chat ekilgan, mana bu yil solgan holat. Mana rang kiryapti sekin-sekin. Gigant. Donlar hali kichkina, chunki birinchi yil hosil solishi, shunga donlari kichkina hali. Kelasi yil kattalashadi, Xudo xolasa. Boshlari juda katta. Bunisi velis. Bu yilgi ulama. Sal kechroq qo'yapti albatta, chunki ulamaga vaqt ketgan. O'sib katta bo'lishiga. Bunisi avatarlarimiz. Santimetrdan o'tdi uzunligi. Kun urib ketayotganiga mana shunaqa qog'ozlar bilan to'sib soyalatganmiz. Demak, bular rizamat ota uzumimiz. Rang kiryapti bunga. Birinchi yil hosil berishi. Bu ham 1 yillik ko'chat ekilgan o'tgan yil. 2024-yil bahorda ekilgan. Bunimiz Alvika. Alvikaga ham rang kirishni boshladi. Donlari yirik. Bu birinchi yil hosil berishi. O'tgan yili qalamchadan chiqarilgan. O'tgan yili qalamcha. Bu yil o'sha hosili ham bor. 2 dona bosh qo'ydik. Qolganlarini olib tashladik. Mana donlarning yirikligini. Undan ham yirik bo'ladi. Uzumsal tanasi qalinlashib olgandan keyin. Mana hali yosh uzumcha bu. Alvika. Bunisi esa manicure finger. Kechki uzum bu. Kuzlarga pishadi, xudo xolasa. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.